Assalomu alaykum o'rtoqlar. Tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Sizlarni Aniq Trader YouTube kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Xudo xolisa 6-darsga ham yetib keldik. Killzone'larni tugatib, o'sha vaqtlarga o'tganmiz. Killzone bilasizlar, trader ishlagan vaqtlari, o'sha vaqtlarning ichida ham ya'ni bozorga impuls kiradigan joylar bo'ladi. Shularni o'rganamiz, ya'ni Silver Bullet. Bu qanaqadir oltin kalit emas bu. Qanaqadir 100% strategiya emas bu. Bir xil YouTube'da juda ko'pda Silver Bullet yozsanglar, shu strategiyani o'rgan va ishingdan ket, nimadirlar yozib qo'yishgan, hype qilishgan. Bu unaqa emas. Bu ICT bo'yicha olayotgan biliminglarga shu qo'shimcha tasdiq, entrylik tasdiq beradigan narsa. Hop, boshladik. O'zi ICT Silver Bullet nima? Hop, bu kun davomida aniq vaqt oralig'ida bo'ladigan yuqori ehtimollikdagi setup. Hop, bu yerda asosan liquidity olinishiga qaraladi. Displacement, fair value gap, ya'ni o'tganimizda FVG, keyin market structure shift, MSS. Hop, Silver Bulleting maqsadi qisqa vaqt ichida marketdagi eng kuchli impulsdan foydalanib entry olish. Ya'ni bu vaqtda ma'lum bir vaqtlar bor, 1 soat bo'ladi o'zi. Aynan o'sha yerda o'sha vaqtlarda bozorga impuls kiradi. Shundan foydalanish. Hop, ICT bo'yicha 3 ta asosiy Silver Bullet vaqti bor. Ya'ni Londonniki New York vaqti bilan hammasi, eslatib o'taman. 3:00 dan 4:00 gacha. Ya'ni 1 soat bo'ladi. New York 10:00 dan 11:00 gacha. Bizga mana shu ikkitasi kerak. London va New York AM kerak bo'ldi. Bizga New York PM Silver Bullet kerak emas. Biz u paytda aytmaymiz. Chunki nimaga? Chunki Killzone'dan chiqib ketgan bo'ladi. Shu sabab. Biz London Killzone'da ishlaymiz. Oldingi dars eslasanglar. New York Killzone'da. Hop, London Silver Bullet o'sha London Killzone'da bo'ldi 1 soat. New York Killzone'da esa 10 dan 11 gacha New York Silver Bullet bo'ldi. Ya'ni 1 soat bo'ldi. Hop. O'zi qanday oshirgan bu narsa? Bizga liquidity kerak. Equal high, equal low, ya'ni old high, old low, o'sha baytatsiya saytlar bormi? PDH, PDL. Shunaqa liquidityslarni yasaydi. Keyin ularni sweep qiladi. Ya'ni ularni o'ylaydi. Va shundan keyin market structure shift, MSS beradi. Ya'ni liquidity olingandan keyin o'sha trend almashadi. Va MSS mana uni grafikda chizib ko'rsataman uni. Hozir ko'rsata qolaman shuni sirazi. Tushunarli bo'lishi uchun. Hop. Aytilyaptiki, liquidity bor. Shundan keyin kelyapti. Mana hayasi bo'lyapti, low buzdi va oxirgi yasagan hay buzishi bu MSS, ya'ni ham MSS. Mana MSS. Sergan xuddi shunaqa. Liquidity bor. Narx kelyapti. Oxirgi yasagan minimum buzyapti. Shundan keyin narx yo'nalish bo'yicha davom etadi. Mana shu MSS bo'ladi. Buni ham o'zining darsi bor, chuqurlashamiz bunga xudo xolasa. Hop. Bu o'sha MSS bersa, ya'ni smart money kirganini ko'rsatadi deyilyapti. Hop. Bu yerda asosiy kitobiy tilda yozilgan. Hozir grafiklarda jaydaricha tushuntiraman. Va fair value gap kerak bo'lar ekan. MSS dan keyin kuchli impuls chiqadi. Ya'ni bozorga impuls kiradi MSS dan keyin. Hop, shu impuls ichida FVG hosil bo'ladi. FVG entry uchun asosiy zona.
u biradan qilsa bo'ladi, IPVG biradan qilsa bo'ladi. Bu FVG dan qilsa yaxshiroq bo'ladi deb yozilgan. Hop, entry qoidasi. Sell uchun esingizda bo'lsin. Sell uchun liquidity high olinadi. Berish MSS bo'ladi. Berish FVG hosil bo'ladi. Ya'ni sellga MSS bo'ladi. Sellga hop FVG hosil bo'ladi. FVG ga retracement ya'ni korreksiya qilganda sellga deya qilamiz, entry qilamiz. Buy uchun liquidity low olinadi. Bullish ya'ni buy ga MSS bo'ladi. FVG qoladi buy uchun. FVG ga keladi retracement korreksiya berganda buy ga deya qilamiz. Darsni o'zi unaqa chuqur mavzu emas. Masalan, biz hozir mozaikani yig'yapmiz-da, aytaylik, polni darslarni mozaika qilsak, bizga hozir bitta mozaika yana qo'shiladi. Ya'ni bu yerda bu dars sizga kerak emas deb o'tkazib yuborish xato. Chunki sizlar qachondir bu kim darsini ko'rib qolsanglar YouTube'da yoki shu rekomendatsiyadan chiqib qolganda, Silver Bullet deganda sizlar tushunishinglar kerak bu nimaligini. Bu balki o'sha sizlarni ishlayotgan yo'nalishingizga bu yordam berar. Trading planga qo'sharsizlar. Bu hammani o'zidan trading plan chiqadi, xudo xolisa. O'rgatish bu meni vazifam. Xo'p. Keyingi slaydga o'tamiz. Stop loss xatga qo'yar ekanmiz. Ya'ni liquidity olingan joyi. Yoki o'sha swing high, swing low'larga. Chunki har doim o'sha bozor idealni bermaydi, ya'ni liquidity olinib sirasi MSS FVG ga kelib ketmaydi. U oldin bo'lardi u. 2023, 2024, 25 boshlarida bo'lardi u. Konkret masalan, liquidity ovatda buy side, sell side ovatda sirasi MSS berib, FVG ga qoldirib, u bilan tez qilib ketardi. Hozir u narsalar yo'q ketgan. Har doim bo'lmaydi, bor, uni kamdan kam beradi. Hozir sal entrylar boshqacharoq qilyapti, uni ham ko'rsataman. Hop, take profit. Asosan ichki liquidity, ya'ni internal yoki previous high low, ya'ni undan oldingi high low'larga asosan 1.2 1.3 da chiqayotgan yaxshi. 1.2 eng zo'ri. Masalan beraman 1.2 da odam ko'karsa bo'ladi. 1.3, 1.4, 1.5 lar kerak emas ular. Veri tushib ketib qoladi. Hop, bo'lmasa misolga o'tamiz. Qaranglar. 10 dan 11 gacha M1 time frame bo'ladi bu narsa. Hop, men har doim shu 10 bilan 11 chizib olib, M1 da o'tib olib men trade qilsam bo'lar ekanda deya olmaysiz. Tilzonga qaraysiz. Narx o'zi qayerga ketmoqchi, qaysi liquidity ketmoqchi, qayerdan qaytyapti, o'shalarni katta time frame bilib turib, keyin bundan foydalanish kerak. Qaranglar, bu yerda buy side'da oldi. FVG bordi buyga. Bitta qaytardi, buzildi. Shundan keyin tez qilib ketdi. Lekin Silver Bullet hali kirmagandi. No, Killzone'damiz baribir. No, o'zi kirgandan keyin kuchli impulsda bo'ladi-ku. Qaranglar, bu yerda qanaqada? Aynan 10 dan 11 gacha qanaqa? Impuls korreksiya impuls ketyapti. Shu bilan narx premiumdagi FVG ga keldi. 100% to'ldirib, shundan keyin pastga harakat. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda MSS bergandan keyin narx qaytib kelmagan. Shuning uchun hozirgi momentda MSS kutmagan ham ma'qul. Hamma har xil bir xil MSS kutaman deydi. Entry o'tib borishi mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. FVG, buyga FVG bo'lgan. Shu buzilgandan keyin ana entry qilyapti. OB bor edi. Mana shundan entry 1 ga 2 hech ketilyapti. Ya'ni bu yerda FVG mana IPVG larga tez impuls bilan ketib qoladi. Ya'ni narx ketyapti, FVG kelyapti, ketib qolyapti. Chiqyapti, FVG ketdi. Liquidity olinyapti. Bu endi 3 dan 4 gacha, ya'ni 1 soat. M1 time frame da. Mana bu FVG nimaga chizdim men? Bu yerda qaranglar. Narx kelyapti. Bu yerda sergi FVG lar bordi, kuch bilan buzdi. Shuni o'zida bilasiz, ishto bo'ldi demang. Narx uje korreksiya berish qiyin. Oxirgi FVG da narx ozgina qaytarib o'ynab qoldi. Zo'rg'a buzdi, yana o'ynayapti. Masalan, 1% risk qilmoqchisizki, ham tushganda. Mana bu 0.5 qiling, mabodo tushib qolsa, yana 0.5 qiladi. O'sha foiz bo'ladi. Mana bu 0.5 qildim, mana bu error 1.2 1.3 olsam balki kam bo'ladi-yu. Deyishingiz mumkin. Bu yerda umuman entry qilmasdan o'tib olgandan ko'ra, entry qilib ozgina bo'lsa foyda olgan yaxshi.
Men shunaqa ishlayman. Ya'ni IFUG test qildi, stop logga, shundan keyin mana. Endi qaranglar, MSS kutgandacha MSS mana bitta beryapti. Oxirgi hay bu, to'g'rimi? Minimum yasagan. Bu mana bitta buzilyapti. Bu o'zi qiyin, ya'ni entry qilishga qiynalib qoladi. FVG kutasiz. Shuning uchun IFUG, ya'ni FVG da buzilishni ham e'tibor olish kerak. Entry darsini chiroyli tushuntirib beraman, xudo xolasa, ancha entry qilishinglar osonlashadi. Qanaqa kirib olishni bilasizlar. Bu yerda London server bo'lyapti, 3 dan 4 gacha ochilyapti mana. FVG har bittasi yana zerkani limitini qo'yib o'tirmadim, charkash ketmaslik uchun. Ko'rasizlarmi? FVG pastga stop. FVG limit pastga stop. Bu yerda ham pastga stop. Shunaqa qilib, ya'ni bu vaqtlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, FVG lar hurmat qilinadi. Ya'ni FVG lar ishlanadi. Siz faqatgina masalan M1 ga o'tib olib, mana shu o'zi zo'r narsa ekan deb o'ylashingiz mumkin hozir. M1 ga o'tib olaman-da, har kuni mana shu liniyani belgilab qo'yaman 3 dan 4 gacha yoki 10 dan 11 gacha, o'sha paytda FVG lardan entry qilaman deb. Yo'q. Qaranglar, bu yerda sergan FVG bor. Hurmat qilyapti, pastga ketyapti. Bu yerda entry qildingiz, stop olardingiz. Nimaga? Chunki общий biasni bilishingiz kerak. Men bu yerda pastda ko'rsatmadim, bu yerda o'zi bias sell side olinib, tepaga reaksiya o'tdi. Shu sabab tepaga ketdi mana. Ya'ni sizlar chartni ochib birinchi M1 ga o'tib olib, polni ko'rib chiqinglar. Shu bo'lib olib, 3 dan 4 gacha, 10 dan 11 gacha. Shundan keyin o'sha M15 da OB FVGlar topib, o'sha bugungacha bo'lgan darslarni qo'shib ishlatsanglar zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Buy side swing high alomatda 3 dan 4 gacha bo'lgan Londonni bo'ldi. Shundan keyin pastga harakat, FVG ushab qoldi, yani tepaga qaytardi. Liquidity sweep bo'ldi. Shundan keyin buzildi. Mana FVG buzilgandan keyin entry. Naq tushayotdi, korreksiya beryapti, yana FVG kelyapti, impuls. Ko'rasizlar? Qarang entry. Bu yerda MSS kutaman deyilganda, mana buzilib, o'shandan qaytgandan keyin entry qilarsiz. Bu ham to'g'ri. Bu polni oqib ketishi ham mumkin edi, chunki bu 3 dan 4 gacha bo'lgan vaqt, ya'ni bu yerda impuls keladi, bilamiz. Biz entry dan quruq qolishimiz mumkin. Shu sabab buyga bo'lgan FVG lar ignore qilinishi kerak. Ya'ni IFUG ga aylansin, shundan keyin entry qiling. Buy side swing high alomatda mana FVG bor edi. Ushab turdi, impuls bilan buzdi. Yani buzib yopilgandan keyin entry qiling. 1-2. Yana FVG ushyapti, ana ko'rasizlar, BPR ham bor bu yerda. Ketyapti. Yana qaranglar bu yerda. Ikkita FVG bor. Keraksan katta. Shu yerda bu yoqqa chiqish ehtimoli bormi, yo'qmi bilmaysiz. Mana bitta FVG uch kelyaptimi? Mana mana shu 0.5, 0.75 risk qilib yuboring. 50%lardan. Navoda chiqsa yana risk qilasiz. Bu yerga chiqmagan masalan. Bu ham 1-2. Shu bilan yana impuls, yana bitta korreksiya FVG to'g'ri kelyapti. Shundan keyin yana ketdi pastga. Ya'ni bu vaqtni misollardan ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu vaqtda yo'nalish topilsa, M1da FVG larni hurmat qilib ketar ekan. Shu sizni sell saytingiz, buy saytingiz tomonga. Shundan foydalanib olish uchun bu darsini ICT, ya'ni Michael bizga bergan. Oxirgi misol mana buy site ichiryapti. Bu yerda MSS bor. BPR bosilyapti. BPR keldi. Narx ketdi. Volume balans qoldi. Volumedan entry qilindi. Tepaga stop. 1-2. BPR qo'yapti. BPR ga chiqib, BPR to'ldirib, bitta pastga harakat. Nima qildi? MSS liquidity sweep bor. FVG mana 50% dan entry. Shu bilan pastga ketdi. Hamgacha birga 2.5 bo'lib ketyapti bu. Siyosatgacha. Bu shunaqa narsa. Ko'p misol qilib o'tirmadim. Sodda, bunaqa qiyin dars bo'lmaganligi uchun dars yoqqan bo'lsa, kanalga podpiska bosinglar, maksimal tarqatishga yordam beringlar, layklar bossanglar ko'proq odamlarga bu boradi, ko'radi.
Xudo xohlasa ko'pchilik manfaatli bo'ladi, hammasi tekin. Telegram kanaliga o'tib olinglar. U yerda men zerikalarimni qanaqa o'chayotganimni, proplar bilan qanaqa ishlayapman, qaysi propda nima bo'lyapti, tushuntirib boraman. Signal qanaqalar yo'q bizda. Aniq trader chat ochdim Telegramda, u yerda fikr almashib, o'sha yerda bolalar bor, o'sha yerda analiz tashlab, fikr almashib bunaqa qilsalar bo'ladi. Darslarni ko'rib turib, o'sha yoqqa uyga vazifa qilib tashlasanglar ham o'zim ko'rib beraman. Hammaga omad, charchamanglar. Xudo xohlasa keyingi darslarga ham Alloh yetqizsin. Darslar to'xtamaydi. Ishingizga rivoj. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.